O'zimda ra'yim, agar biz hozirdan kavlashtirmoqchi bo'lsak, shundan sarf nazar qilaylik, har kim bilgan o'zini ishini qilaversin. To'g'ri. Lekin agar fi sabililloh qilamizmi, shu bitta odamni mas'ul qildingmi, mana shu odam inshaalloh shu yetkazadi joyiga. Lekin bizlar billasiga avn turamiz, san'at turamiz, qalban qoliban, qo'limizdan kelgancha. Mana men o'zim inshaalloh Afg'onistonga borsam, borib ko'raman. O'sha ustiga turaman toki boraman. Qo'limdan kelgancha xizmat qilaman. Har kim o'zini tavoniga boqidrati tavan xizmat qiladi, lekin kavlashtirmasin gap. Kavlashtirdimi gap buziladi. Va sallallohu va sallam. Jazakalloh. Mana bir royim bor, o'zimni royim aytaman men. O'zimni har kim o'zini royini aytadi. To'g'ri. Endi bu natija yetgani aytyapmiz akajonlar. Bu mubodarat qancha mubodarat qilganmiz necha yildan beri. Bu hamisha hammani shu mag'zida, shuni fikrida, ya'ni menga o'xshagan odam aytadi, bu hamshaylar hamisha qilishyapti, yo'qolib ketadi. Bular bu gap bormi yo'qmi? Bor. Bor bu gaplar. Buning uchun agar sizlar buni muhakkam qiladigan bo'lsalar, qori sohib aytib o'tdi. Biz mana shu kishini biz boshliq qilamiz. Bir guruhga qilaylik akajonlar. Akajonlar sizlar hammalaring hech bo'lmasalaring 5 ta 6 ta guruhda borsizlar. Boyit o'zlarimiz shu, o'zimiz hammamiz, har kim shu guruhda bor, bir guruhga mutavajjih bo'laylik. Agar o'zlarimizni bir guruhga jamlanmasak, biz borib biz bir joyda quralamizmi o'zimiz, bir joyga borib jamlanamizmi o'zimiz? Allohga qilarsak bu narsani. Achinkin o'tgan safarga mubodaratga o'xshab ketmasin bu mubodaratimiz. Ya'ni bu majhudlaringiz, bu Xudo xayrlarini bersin. Bir mutavajjih bo'linglar, bir kishiga qori sohib aytgandek va bir guruhda o'ziga. Sizlar hammamiz bir hamsharmiz, hammamiz bir kishdamiz, hammamiz bir kishdiga ketyapmiz akajonlar. Bu mansiblik, mansib nima dedingiz hali? Mansib parastlik bunaqa agar bo'ladigan bo'lsa, men sendan yaxshi qilaman, u sendan yaxshi qilaman, hech vaqt biz bir joyga yetmaymiz akajonlar. Biz ko'rdik, biz tajriba qilganmiz. Men 2 yil o'tkazdim, mana Abdulaziz ham o'tkazgan, bu kishi ham o'tkazadi, men ko'rganman. Ben şu Ulug' O'zbegimda qilganimda vallahi bunga shunday 2 yil, ya'ni bizni vaqtimizni tamom olgan. Odamlarni jamlash ko'p qiyin akajon. Sizlar bir mashi majhudlarni, bu kishini shuni agar kamyob bo'ladigan bo'lsa, bir guruhga o'zlaringizni jamlaylar. Va boshqa guruhlardan, sizlar boshqa guruhdan hammalaring turinglar. Lekin mutavajjih bo'linglar. Bu mashruiyatni mana bir guruhga o'zga beringlar sizlar. Bir kishini qo'liga beringlar. Bir kishini qo'liga. Mana shu bir kishini qo'liga. Ammo sizlar bu bunday qildi. İmkon bermaylar boshqalarga. Men eshitganimcha tashqaridan, ya'ni mazorda ham tuzatishmoqchi. Ya'ni eng muhim Kobilda. Hozirgi eng muhim hozir xuruj bo'lib borayotganlar ham Kobilga tushadi. Afg'onistonda o'zidan ham bo'lsa Kobilga kelishadi. Ishlari Kobilga tushadi. Ya'ni bu agar zo'ravon bo'lsa, muhimtarin joy Kobil. Endi bizni aytmasin, ya'ni bu